Assalomu alaykum aziz takipchilarim, avvalambor xush keldilaring. Hozirgi ko'radigan kartamizning ismi aqlingizdagi inson hali ham sizga bog'liq. Aqlingizdagi inson hali ham sizga bog'liq. Oladigan kartamizni oldik. Albatta, aqlingizdagi inson sizga bog'liq. Chunki qanday sizni oldingizda bo'lmagan taqdirda baribir uzoqdan sizni kuzatadi. Ma'lum bir sabablarga ko'ra oralaring ochiq bo'lib qolgan. Ma'lum bir sabablarga ko'ra. Lekin uni hayoli sizda, sizni o'ylaydi. Sizni oldingizga kelishni hayol qilib yashaydi. Siz unutgan bo'lsangiz ham u unutgan yo'q hali. Lekin tez orada siz undan xabar olasiz. Tez kunlarda. Meni unutib yubordi deb o'ylayapsiz. Unutgani yo'q. Tashqi kuchlar ta'sirida sizdan uzoqlashgan. Lekin hozir ko'ramiz. Sizni qanaqadir bayram, qanaqadir mana shu yaqin kunlarda keladigan bayramlarda sizni oldingizga keladi. O'shani anchadan beri niyat qilib yuribdi. Boraman deb. Qog'oz masalalari o'rtalaringda qanaqadir sud masalasi boshqa bo'lib o'tgan bo'lishi mumkin. Lekin ayrilmagansizlar, hali ham davom etyapti, lekin o'sha narsa bo'lmaydi. Yana qaytadan yarashib yashab ketasizlar. Endi o'zingizcha sog'lig'ingizga e'tibor bering. Har tomonlama bir qator sog'lig'ingizga e'tibor berib qaratib oling o'zingizni. Qanaqadir yangi mehmon kelyapti, farzand tug'ilish. Anchadan beri farzand kutgan kimdir bor, farzand kelyapti, yaxshilikqa inshaalloh. To'y bo'ladi yaqin kunlarda. Qo'shaloq to'ylar. Oxirgi kartamiz Kaliso Fortuna tushdi. Mana shu karta kimga to'g'ri kelgan bo'lsa, kim shu kartani sohibi bo'lgan bo'lsa, Kaliso Fortuna misol uchun mana shu yili nimani maqsad qilib niyat qilgan bo'lsa, o'sha hamma niyatlariga erishadi degan karta bu. Kartalarning ichida eng yaxshisi, eng zo'ri, a'losi. Bu karta tushdimi, o'ylagan hamma narsangiz amalga oshadi. Uy olasizmi, mashina olasizmi, to'y qilasizmi, o'qishga kirgizasizmi? Agar bu kartani tanlagan bo'lgan insonlar uchun aytyapman-da, tanlagan bo'lmaganlar uchun emas. Hamma o'ylagan maqsadlaringga yetasizlar. Misol uchun, anu bunaqa qilibdi, bu bunaqa qilibdi deb o'zlaringga olmanglar. O'shani qanchalik o'zlaringdan uzoqlashtirsalaring, o'sha narsa sizlarga ta'sir qilmaydi. Hayollaringga keltirib, miyalaringga o'rnatib olmanglar yomon negativlarni da, tashqaridan kelayotgan o'shanaqa sovuq negativlarni o'zlaringga qabul qilmasdan mendan uzoq bo'lsin deylar, bo'ldi. Mana yana kartalar. Mana o'sha anchadan beri sizni oldingizda bo'lmagan, uzoqda bo'lgan shu aqlingizdagi odamda hali ham sizni esdan chiqargan yo'q, hali ham sizni o'ylaydi, siz haqingizda tushunadi, qanaqa qilib borsam ekan, nima qilsam ekan degan xayollar bilan yashaydi. Ammo keladi. Keyin nima qattiq gapirmang, yaxshi gapiring. Atrofdagi gap so'zlarga quloq solmang. O'zi aslida atrofdagi gap so'zlarga quloq solib turib uzoqlashgansiz. Mana endi qanaqadir yana bitta xotini bor yo boshqa narsasi bor deb o'ylayapsiz. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Yo'q unaqa narsa. Unaqa narsani xayolingizdan chiqarib yuboring. Oilasini deydi, farzandlarini deydi, sizni deydi. Mana yaqin kunlarda kelganda hayotingiz yana boshqa taraflama yaxshilashib ketadi, zo'r bo'lib ketadi, xudo xolasa.
Bu karta kimga to'g'ri kelgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlar javoblaringni kutib qolaman. Kimga to'g'ri kelmagan bo'lsa, u karta sizga taalluqli emas. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Sizlar qanchalik menga obuna bo'lsalaring, menga shunchalik sizlarning foydalaring, yordamlaring tegadi. Oldindan rahmat. Ammo yurakcha bosib qo'yishni ham eslaringdan chiqarmanglar. Yozadigan kommentariyalaring uchun rahmat. Meni tushunib, Alloh shifo bersin deyapsizlar, rahmat. Nima murodlaring bo'lsa, Alloh sizlarga ham bersin. Salomat bo'linglar. Sizlar hammalaringni yaxshi ko'raman. Yurakcha bosishni unutmanglar. Salomat